Farg'ona shahridagi ancha yillardan buyon o'z faoliyatini davom ettirib kelayotgan Uz Salaman hozirgi kunda faoliyati qanday? Bugun Farg'ona shahar Yusuf Sakkokiy ko'chasida joylashgan Uz Salaman aksiyadorlik jamiyatiga yetib keldik. Biz bugungi lavhamizda mahsulotning sifatliligi, chidamliligi hamda narxlari bo'yicha tanishamiz. Necha bosqichdan iborat bo'ladi? Bu qaysi turi, qanaqa, bir kunda necha soat ishlaysizlar? Shu haqida bir ma'lumot bering. Bir kunda ish soatimiz 8 soat. Bu 5-6 daqiqa davom etadi. Qo'limizdan keyin quyish nimasiga o'tib ketadi. Hamma qismi bo'lib kelinadi. Men oldimga va men oxirgi mana shu tagini ulash bilan band bo'laman. Kimga yoqadi, yaxshi, yengil, qiyin emas. O'rganib ketganmiz. Necha yildan beri ishlaysiz bu sohada? 15 yildan beri ishlayman. Endi bizda shunaqa ko'p turdagi mahsulotlar chiqadi. Asosiy erkaklarga, ayollardagi ham bor. Ko'proq bizda shunaqa mahsulotlar qishki, sezonga qarab, qishki, yozgi shunaqa narsalar chiqadi. Turlari juda ham ko'p bizning chiqarayotgan mahsulotlarimizni. Endi hozir bitta naqa qilganimiz ozgina. Har xil modellar chiqadi. Bizda 15 dan ortiq modellarimiz bor. Juda ham chidamli, teri hamma yo'g'i. Yana shu narsa qiziqki, padoji quyma asosiysi. Bir haliga chiqib ketmaydi, suv qo'ymaydi. Shunaqa. Yana bitta yaxshi tarafi bor buni. Buni Rossiyaga olib ketganlar juda ham ko'p-da. Shartnomamiz bor. Quvasoy sement, Samarqand ko'p olib ketadi. Keyin shunaqa juda o'rganishdi. Rossiyaga juda ham ko'p olib ketishyapti bu narsani. Chunki chidamli. O'zimiz ham kiygan bizda. Shunaqa narsa chidamli narsalik uchun Rossiyaga ham juda ham ko'p olib ketishyapti. Ko'ryapsizlarmi? O'zimizning Farg'onada shunaqa sifatli, chiroyli oyoq kiyimlar chiqarilmoqda. Bu azaldan beri o'sha biz bilgan Uz Salaman aksiyadorlik jamiyatidamiz. Ko'rib turibsizlar, ranglari, narxi, sifati juda ham chiroyli, juda ham ma'qul. Narxlari juda ham qulay. Ana o'zimiz oddiy aholiga ham qulay. Mana bularimiz 120 dan. Mana shuni narxi 120 dan. Buni modeli 211 deyiladi. Yana bir zakaz qilyapmiz. So'rashadi zakazga. Ichini boshqacha qilib, boshqa rangda qilib beramiz. Aslida sariq bo'ladi, buni ichi ko'k qilib beramiz. Mana bularimizni narxi 120 dan. Atak talablar bor-a? Sizlarda talab kuchli. Shuning uchun bizda 15 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Bu krossovka. Farg'ona krossovkasi. Bular 120 mingdan. Bular 150 mingdan. Hamma yo'g'i chidamli, mana teri, ichi mexli, mana tagi quyma. Endi bu ko'rib turibmizki, bularning hammasi qishki sezon hisoblanadi. O'sha yozgi sezonga ham bir tayyorlagan mahsulotlar bo'ladimi? Mana bunaqa nimalardan chiqaramiz yozga. Ochiq, shunaqa ochiq setkali nimalardan chiqaramiz. Shu sezon, hamma sezonga moslangan nimalarimiz bor, oyoq kiyimlarimiz bor.